Dasturchi bo'lish bu bitta narsa. Bu nima desam ekan, bu ish emas. Bu nima desam ekan, bu bilim. Bilim olgandan keyin uni qanday qilib ishlata bilish kerak. Ya'ni bilim bor, kasb bor. Hali kasb egasi bo'lmaysiz. Biron bir o'quv kursini bitirsangiz va hokazo. Kasb egasi bo'lish uchun biron joyda ishlashingiz kerak. Bu eng qiyin muammo. Hamma tajribali dasturchilarni oqtarishadi. Tajriba kerak. Hech kim siz bilan enaganlik qilgisi kelmaydi. Masalan, men biznesman. Kelamanda biron bir ideya qilishim kerak. Endi o'quv kursini bitirib kelgan bola menga kerak emas. Nima qilaman uni? Hali tajribasi bo'lmasa, men o'tirib programmeriyani o'rgatishim kerak. U biladi dasturlashni. Lekin qanday qilib, nima desam ekan, hali tajriba bo'lmagandan keyin qanday qilib o'sha bor bilimini to'g'ri ishlatish bu boshqa narsa. Lekin sizni ishga olishmasa, qanday qilib tajriba orttirishingiz kerak. Ana shunaqa bir zaмкнутый kруг deyshadi ruschasiga. Shunaqa narsa bor. Buni yechishning bir necha yo'llari bor.